Assalomu alaykum Hazrat Umar obunachilari. Mana o'sha kontent qilyapti turgan molimiz ham tug'di. Hop, mana doktorlar 3 kunga bergandi, yo'q. 4 kunda tug'di. Bugun chisla necha edi? 23-kuni tug'di. 21ga berilgandi. Novvos tug'adi, Xudoyimdan bo'lib mana ular ham doktorlar ham jicha-picha bilayga. Novvos berdi mana. Molimizni qaranglar, mana kasalari kattaligini mana. Mashalloh, jonivor. Bolasini rosa qizg'anadigan mol ekan. Yoniga borib, bunday ushab, silab olmayapti. Tuqqaniga bir 15 minut bo'ldi. Mana. Mana molimiz. Sizlarni qaranglar mana. Mana, Xudo xolasa molimiz nihoyatda katta, suti ham ko'p beradigan moldan ekan mana. Mana buzuvchani qaranglar. Novvos otasi shunaqa edi. Xudo xolasa otasiga tortdi. Onasi mana, ko'ryapsizlar. Toza gallaniski. Ha? Toza gallan. Mashalloh, akalar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu molimiz 40 chiqqancha video qilamiz. Qanday o'zgarar ekan? Mana. Bizni ko'rganlar uchun rahmat. Doim kuzatib boringlar.